Yolg'izlikda Ragnarok darajada ko'tarish. Birinchi bob. Tashqi mahbublar. Qadimdan beri barcha odamlarni yaratgan mutlaq mavjudliklar, oliy mavjudliklar sifatida tanilgan. Oliy mavjudotlar abadiylikka intilishi sabab koinotni bir necha marta qayta yaratiladi. Bu jarayonda ko'plab ruhlar, moddalar va qonunlar yaraldi. Bu cheksiz sikdan zerikishga boshlagan oliy mavjudotlar tomosha uchun bir yil o'ylab topishdi. Bu o'zlari yaratgan olamlarni urushini ko'rish edi. Oliy mavjudotlar ular yaratgan mavjudliklarni urushlari qiziq edi. Bu ko'plab mavjudliklarni cheksiz qirg'ini, o'lishini va tug'ilishini anglatar edi. Bu ularni zerikishini oldini olish uchun muhim edi. Bular barchasi sirliq ketayotganda nimadir sodir bo'ldi. Oliy mavjudlik o'zi yaratgan mavjudot tomonidan o'ldirildi. Bu haqda bilgan boshqa oliy mavjudotlar ularning barchasi kuzatish uchun bir joyga to'planishdi. O'z ustasini o'ldirgan dunyoni kuzatish uchun. Oliy mavjudotning o'limi va uni o'zi yaratgan qo'li bilan o'ldirilganligi oliy mavjudot hech kim parvo qilmadi. Ularning barchasi bir xil fikrda edi. Egasiz kuchga birinchi bo'lib egalik qilish. Ya'ni uning ustasi bo'lish. Birinchi bob. Men Koreya Millat san'at universitetiga o'qishga kirdim. Sen yolg'on gapiryapsan. Qanday qilib sen san'at universitetiga o'qishga kirding? Bu yil balcha o'qishim kerak. Men nihoyat bu do'zaxdan ozod bo'ldim. So'ho, tabriklayman. Men eshitdim. Sen san'at universitetiga kiribsan. Sizda bunday iste'dod borligini hech qanday bilmagandim. Sizda rasm chizishga iqtidor bormi? So'nchul, nima demoqchisan? Sen so'nchul emas, Limenchulman. Bu shunday edimi? Siz tufayli bu o'rta maktabni egallash rejam barbod bo'ldi. Siz ham xavfsiz bitirganingiz uchun menga rahmat aytishingiz kerak emasmi? Liyonchol yana boshladi. Tez orada bitiramiz. Nega u hali ham bolalarcha harakat qilyapti? Nega u otasini yo'qotgan o'sha achinarli bolani bezovta qilmoqda, lekin baribir u jilmayishga harakat qilmoqda. Sug'o. Maktabni bitirgunimcha tiling tinchgina yashaylik. Bu nima edi? Bu umuman o'g'ritmadi. Nima? 2 yildan keyin. So'ng So'ho, 2-kurs talabasi. Hamma eshitsin, bu yerda zindon ochildi. Iltimos, uzoqroq turing. Ovchilar hozirda yirtqich hayvonlarni ushlashmoqda. Iltimos, bu yerga yaqinlashmang. Ovchilar. Kirganiga qancha bo'ldi? Taxminan 8 soat. Chunki bu darvoza bedarajali bo'lishiga taxmin qilinmoqda. Menimcha, ovchilar tez orada qaytishi kerak. Hamma eshitsin, bu ovchi bo'lmagan har bir kishi uchun xavfli bo'lishi mumkin. Iltimos, uzoqroq turing. Maktab vayron bo'ladimi? Boshqa darvoza? 3 yil oldin dunyoda darvozalar paydo bo'la boshladi. Bu esa dunyoni katta o'zgarishlarga olib keldi. Darvozadan yirtqich maxluq chiqib keldi. Darvozadan chiqqan maxluqlar odamlar o'ldirish shaharlarini vayron qildi. Ammo odamlarga ham o'zgarishlar sodir bo'ldi. Go'yo bu narsalarga qarshi chiqilish uchun manadan foydalanishi mumkin bo'lgan maxsus qobiliyatli odamlar, uyg'onganlar paydo bo'la boshladi.
Odamlar tartibsizlik uzoq davom etadi deb o'ylashgandi, ammo dunyo tez o'ziga keldi. Wu Jingchul ismli uyg'ongan ovchilar uyushmasini yaratdi. Tez orada ovchi deb nomlanuvchi yangi kasb paydo bo'ldi va tartibsizliklar iziga qaytdi. Endi dunyodagi odamlar ikkiga bo'lindi: uyg'onganlar va oddiylar. Oddiy dunyodagi odamlar, ular faqat chumoli kabi emaklab mukofot olishlari mumkin. Ammo boshqalar ham borki, ular qo'llar qimirlatib osongina olishi mumkin. Bunday vaziyatda chumolilar tezda o'z chegaralarini anglaydilar. Uyg'onmaganlar qanchalik qattiq ishlamasin, ular hali ham ular va rang uyg'ongan o'rtasidagi farqni qoplay olmaydilar. Agar ovchilar darvozalarini yopib olmasalar, dunyo vayron bo'ladi. Boshqacha qilib aytganda, oddiylar tirik qolmaydi, ammo uyg'onganlar tirik qolishi mumkin. Shuning uchun hamma ovchilardan minnatdor. Aynan ular tufayli oddiy bexavotir hayot kechirishmoqda. Lekin boshqa tarafdan meni bezovta hislar to'ldiradi. Men xohlagan narsamga erisha olmasligimga o'rganib qolganmanmi deb o'ylab boshladim. Men yo'qolgan ota-onam, men yomon qolish uchun boshqalarga suyanishim, men hamma narsani qila oladigandek paytlar hammasi yo'qoldi. Kuchsizlik hissi meni qamrab oldi. Onam har doim otamga o'xshash ekanligimni aytar edi. Qiziq, dadam men yashayotgan bu kuchsiz vaziyatdan qanday chiqib ketardi? Suxo, ustoz, sen yana chalg'iyapsan. Siz nimani chizmoqdasan? Men shunchaki tasavvurimni chizmoqdaman. Bu chumolnimi? Bu chumolini ajoyib tarzda tasvirlash. Ha, o'ylaymanki, bu ko'proq chumoli odamga o'xshaydi. Nega men bunday narsani chizdim? Ovchilar qaytmoqda. Ularga qarab reyd yaxshi bo'lgan deb o'ylayman. Ovchi kim? Ajoyib ish. Biz zindon reydini muvaffaqiyatli tugatdik. Bu haqda ovchilar uyushmasiga xabar qiling. Biz maxluqlar yangi turini duch keldik. Bu odam sifat maxluqlarni og'zi va ko'zlaridan ko'k olov chiqardi. U tirnoqlari va tishlari bilan hujum qildi, ammo bu juda ko'p zarar keltirmadi. Menda ozroq tirnalish bor. Maxluq hujumi paytida, ammo bu hech narsa emas lekin. Bu albatta darvozalar paydo bo'lganligidan beri ko'rilmagan yirtqich hayvondir. Men xursandman. Ular unchalik kuchli emas. Bundan holda, Hunter kim, siz menga reydda nima bo'lganlar haqida oddiy hisobot topshirishingiz kerak bo'ladi. Ovchi kim? Sizga bu ko'k olov. Biz zindonga ko'rgan maxluqnikidek. Nima bo'lyapti? Bu nima? Odamlar bir-biriga hujum qilishmoqda. Ko'zlarida ko'k olov yonyapti. Ular maxluqlar. Zindon reydi yakunlanmay darvoza ochildimi deyman. Nima qilyapsiz? Tezroq ketaylik. Bu yerda ovchilarni kutish kerak. Ustoz, siz ham uyg'ongansiz-ku, biror narsa qiling. Men faqat darajali. Yuguring. Hamma yugursin. Meni oyoqlarim qisilib qoldi. Yordam bering. Ovchilarni aytib kelaman. Jin ursin. Nega ovchilarni chaqirib kelaman dedim. Bu uni o'limga tashlash bilan teng-ku. Lekin menday oddiy odam hech narsa qila olmaydi. Men uyg'onmaganman. Agar men kuchsizligimni ayblasam ham hech narsa o'zgarmaydi. Suxo, siz qila oladigan narsani qilishim kerak. Agar dadam bu yerda bo'lganda, u nima qilar edi? Agar dadam bu yerda bo'lganida edi. Ogohlantirish. Siz zaiflarning jasorat maxfiy topshirig'ini bajarish uchun barcha talablarni bajardingiz.
Bir marta men tush ko'rgandim. Tushimda xuddi o'yinga tushib qolgandek ekanman. Men o'zimni bunchalik yaxshi his qilmagandim. Nomi: hujumkor qo'lqop. Darajasi E. To'ri qo'lqop. Hujum kuchi 4. Va g'alaba qozonish uchun qavatma-qavat ko'tarilib darajamni oshirib, tobora kuchayib borayotgan maxluqlar bilan jang qilardim. Menga hech narsa kerak emas. Erkak kishi mushti bilan jang qilgani afzal. Bildirishnoma: siz darajangizni ko'tarildi. Oldiga qadam tashlaganim sari maxluqlar kuchayib borardi. Shuning uchun men ham kuchayishim kerak edi. Shu tariqa ko'plab sinovlardan o'tib, zindonning so'nggi qavatiga yetib keldim. Zindon oxirini uchratgan so'nggi boss esa juda ham qudratli edi. Garchi u meni raqibim bo'lsa ham, uni kuchiga havas qildim. Ammo negadir zindonni so'nggi bossi. Xo'sh, o'yin yoqdimi? O'yin? Ota? Men otam bo'lib chiqdi. Menimcha ular haqida ko'p o'ylaganim uchun uni aksi tushimga gavdalangan bo'lsa kerak. Otam, to'g'ri, otam juda kuchli va ishonchli odam edi. U bunday darajaga qanday erishgan ekan-a? Qiziq. Otam qanday bunday vaziyatda? Aniq shunday yo'l tutgan bo'larmikan? Endi nima qilsam ekan? Uyg'onmaganlarning hujumi maxluqqa umuman ta'sir qilmaydi deb eshitgandim. Aftidan juda tez qaror qilib yuborgan ko'rinaman. Nima? Vaqt to'xtab qoldimi? Bildirishnoma: siz yashirin kuchsizlik jasorati topshirig'ini barcha shartlarni bajardingiz. Siz o'yinchi bo'lish huquqini qo'lga kiritdingiz. Qabul qilasizmi? Xuddi. Bildirishnoma: sizning darajangiz ko'tarildi. Ular nima, hozirgina harakat qilishdimi? O'sha tushimdagidek. Agar tushimdagi narsalar rostdan ham sodir bo'layotgan bo'lsa, bu taklifni nega qabul qilmas ekanman? Qabul qilaman. Bildirishnoma: tabriklayman. Siz o'yinchiga aylandingiz. Topshiriq uchun mukofot haqida ma'lumot. Sirli topshiriq. Kuchsizlik jasorati uchun mukofot. Buyuk sehrgar kandidatining marhamati. Buyuk sehrgar kandidaru sizni maxsus mahoratga loyiq deb topdi. Kandidatuning kuchsiz siz bilan ekan. Siz butun umr sog'lom hayot kechirishingiz mumkin. Topshiriq uchun mukofot haqida ma'lumot. Siz uzoq yillik umr doimiy ta'sisga ega qobiliyat bilan mukofotlandingiz. Siz barcha zaharlarga va boshqa anomal ta'sirlarga qarshi immunitetga egasiz va uyqu paytida regeneratsiya kuchayadi. Bildirishnoma: ushbu tizim o'yinchiga joriy holat haqida ma'lumot olish uchun yordam beradi. Bu hech qanday tush emas. Hayot faqat bir marta beriladi. Shuning uchun shunday ekan, ehtiyotkor bo'lishingizni so'rab qolamiz. Ma'lumot oynasi. Sinov. Ismi: Son Suho, daraja 1. Kasbi yo'q, unvoni yo'q. Hayot ko'rsatkichi 100, mana 10. Kuch 10, epchillik 10, iqror 10, chidamlilik, intellekt 10. Yig'ingan ballar 0. Mahoratlar. Passiv mahoratlar mavjud emas. Aktiv mahoratlar: hukmdorlik 1-daraja. Axir bu o'yindagidek o'ynak-ku. Bu haqiqat ekan. Bildirishnoma: yangi topshiriq mavjud. Topshiriq haqida ma'lumot. Topshiriq: boshlang'ich tayyorgarlik. Yonar tuman ustidan g'alaba qozoning va darajangizni oshiring. Joriy daraja 1/2. D sinfdagi uyg'ongan yonar tuman. Vaqt yana o'z holatiga qaytdi. Tezroq qoch. Ularning boshi ustidagi nomlar: uyg'ongan yonar tumar, D sinfdagi uyg'ongan yonar tumar. Demak, ularning ikkitasi uyg'onmagan oddiy va bittasi uyg'ongan ovchi ekanda. Ammo endi men ham uyg'onganlardan biriman. Nasibangni ol. Bildirishnoma: siz uyg'onmagan yonar tumanni yengdingiz. Bitta zarba bilanmi?
Bildirishnoma: siz uyg'onmagan yonar tumanni yengdingiz. Bildirishnoma: siz darajangiz ko'tarildi. Bildirishnoma: siz boshlang'ich tayyorgarlik topshirig'ini yakunladingiz. Topshiriq haqida ma'lumot. Topshiriq: boshlang'ich tayyorgarlik. Yonar tuman ustidan g'alaba qozoning va darajangizni oshiring. Joriy daraja 2 taqsimlangan 2. Bildirishnoma: topshiriq yakunlangan uchun mukofot mavjud. Bildirishnoma: mukofotni qabul qilasizmi? Ha, yo'q. Eng aniq ishonch hosil qildim. Men rostdan ham uyg'ondim. D sinfdagi uyg'ongan yonar tuman. Nima? Dosh berdimi? La'nati. Jasorat odamni maxluqqa aylantiradi. O'zi bu darajaga endigina erishgandim. Nahotki hammasi tugasa. Bildirishnoma: hayot uchun xavfli bo'lgan nojo'ya tashqi ta'sir aniqlandi. Bildirishnoma: uzoq yillik umr qobiliyati tufayli nojo'ya ta'sir yo'q qilindi. Uzoq yillik umr. Menimcha bu narsani ma'lumotlar oynasiga ko'rgandim. Kuchim D sinfiga maxluqqa yetmayotgan ekan, demak E sinfga kiraman. O'zi endi uyg'onganlar qatoriga qo'shilganim nahotki yana qaytadan sinflarda to'sqinlik qilsa. Qandaydir yo'li bo'lishi kerak. Mukofotni qabul qilish. Topshiriq uchun mukofot haqida ma'lumotlar. Quyidagi mukofotlarni qabul qiling. Birinchi mukofot: qobiliyat ballari +5. Ikkinchi mukofot: kuch ballari +3. Aftidan, bir necha ballar bilan uni yenga olmaydiganga ko'rinaman. Unday bo'lsa, barcha topgan ballarimni kuchga sarflayman. Kuch 14, kuch 19. Darajasi doim oshib borayotgan uyg'ongan ovchi. Bunaqasi hali hech kim eshitmagan. Uyg'onganlar darajasi uyg'ongan vaqtda aniqlanadi va hozirgacha hech kim o'z darajasi chegarasidan oshib o'ta olmagan. Darajalarni yoki uyg'ongani kim aniqlashini bilmayman. Ammo hozir menda bu qotib qolgan qoidani chetlab o'tish imkoniyati tug'ildi. Bildirishnoma: siz D sinfidagi yonar tumanni yo'q qildingiz. Bildirishnoma: sizni darajangiz ko'tarildi. Bildirishnoma: siz darajangiz ko'tarildi. Bildirishnoma: siz darajangiz ko'tarildi. G'alaba qozondim. Endi men ham uyg'onganlardanman. Shunday ekan, endi odamlarni maxluqlardan qutqarishim, kalofatni oldini olish uchun hech narsa to'sqinlik qila olmaydi. Tashqarida vaziyat qanday ekan?